Ushbu o'yinni hayotingizda faqatgina bir marotaba o'ynashingiz mumkin. Agarda siz bu o'yinni yutqazsangiz, uni qaytadan boshlay olmaysiz. O'yin o'rmonda bo'lib o'tadi va o'rmonda aylanib yursangiz, o'yinchilarning nikneymlari yozilgan qabr toshlarni ko'rishingiz mumkin. Ularning har birida o'yinchilarning mag'lubiyat va g'alabalari yozib qo'yilgan bo'ladi. Siz o'rmon bo'ylab cheksiz aylanib yurishingiz mumkin. Lekin agar bir uyga kirib, notanish odam bilan o'ynashga qaror qilsangiz, ortga yo'l yo'q. Sizda faqat bir imkoniyat bor. Ushbu notanish odam sizga rus ruletkasini o'ynashni taklif qiladi. Uning qarshisiga o'tirasiz. Agarda g'alaba qozonsangiz, siz qayta o'ynashingiz mumkin. Va hatto jahon rekordlarini ham yangilasangiz bo'ladi. Va agarda siz mag'lub bo'lsangiz, siz hech qachon o'yinga qayta kira olmaysiz. Va sizning taxallusingiz, ya'ni nikneymingiz bilan sizni tarixda abadiy qoldiradigan qabr toshi paydo bo'ladi. Albatta bu o'yinni siz ham o'ynab ko'rishingiz kerak. O'yinning nomi esa quyidagicha. Telegram kanalidan topishingiz ham mumkin. Siz bilan Sendorz bo'ldi. Bu videoni ko'p o'yin o'ynaydigan tanishingizga yuborib qo'ying.